Duolasi ijobat bo'lishi uchun luqmamiz halol bo'lishi kerak. Aron rayonimizda Almayda kafesi bugundan ochildi. Sizlar bitta like boslang, hozir ichkari kelib sizlarga obzor qilib beraman. Juda keng va muzdek bo'lgan. Yoz kunida mazza qilib, do'st birodarlar bilan, oshna og'aynilar bilan kelaverasizlar. Kelmoqchi bo'lgan oshna og'aynilarni atmetka qilib, eng yaqin jigarlaringizga, 5-6tasiga shu videoda otib qo'yasiz. Kafega kirayotganimizda o'sha chap qo'limizda rakamina joylashgan. Kirganimizda atmosfera bizda shunaqa chiroyli atmosferani kutib oladi. Xudo xolisa ertadan kelaverasizlar. Chiqib ketayotganimizda bu yerda kassa bo'ladi. Bizni yana bu chap qo'limizda bitta katta xona joylashgan. Bu joyimizda hamma ovqatlar tabiiy mahsulotlardan qilinadi. Ximikat umuman yo'q. Bu kafemizga kirsangiz, shunaqa katta joylarimiz bor. Bemalol o'tirishlar deysizmi, ayollar bilan to'planib kelsangiz bo'ladi. Bu yerda 20 tadan oshiq taomlar bor ekan. Hammasi halol, pokiza. Luqmasi doim halol saqlanadi. Bu joyimiz lokatsiyasi Aron rayonimizda sentrida, vokzalda to'g'risida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar.